Mahr so'rash bu trendmi yoki majburiyat? Mahr so'zi arabchadan olingan bo'lib, xuddi o'zbek tilidagi talaffuzdagi mahrun kabi aytiladi va bu so'zning ma'nosi nikohning bir qismi, sovg'a, qadrlash ma'nolarini beradi. Mahr qadimdan arablar madaniyatida hattoki islom dini kirib kelishidan oldin ham bo'lgan va ayolning qadr-qiymatini ko'rsatadigan nozik bir timsol bo'lgan. Ya'ni ayol kishiga turmush o'rtog'i tomonidan qilinayotgan hadya yoki qimmatbaho bir sovg'a ko'rinishda bo'ladi. Va islom dini kirib kelgandan keyin mahr erkaklar zimmasidagi mas'uliyatga aylandi va nikohning ajralmas bir bo'lagiga aylandi. Va ayollar mahrga istagan narsalarni so'rashi mumkin. Va shu yerda sizga savol: siz mahrga nima so'ragansiz yoki so'ragan bo'lar edingiz? Mahr so'rash bu trendmi yoki majburiyat? Mahr so'zi arabchadan olingan bo'lib, xuddi o'zbek tilidagi talaffuzdagi mahrun kabi aytiladi va bu so'zning ma'nosi nikohning bir qismi, sovg'a, qadrlash ma'nolarini beradi. Mahr qadimdan arablar madaniyatida hattoki islom dini kirib kelishidan oldin ham bo'lgan va ayolning qadr-qiymatini ko'rsatadigan nozik bir timsol bo'lgan. Ya'ni ayol kishiga turmush o'rtog'i tomonidan qilinayotgan hadya yoki qimmatbaho bir sovg'a ko'rinishda bo'ladi. Va islom dini kirib kelgandan keyin mahr erkaklar zimmasidagi mas'uliyatga aylandi va nikohning ajralmas bir bo'lagiga aylandi. Va ayollar mahrga istagan narsalarni so'rashi mumkin. Va shu yerda sizga savol: siz mahrga nima so'ragansiz yoki so'ragan bo'lar edingiz?